Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Amerikaning dokumentida Xitoyning harbiy kuchi haqida ogohlantirish berildi. Amerika urush ministerligi 23 dekabr 2025 yillik Xitoy harbiy kuchi dokumentini e'lon qilib, Xitoyning harbiy sahani tarixiy saviyada kuchaytirayotganligini, bu sababli Amerikaning texmi zo'r xavfga duch kelayotganligini ta'kidladi. Amerika ovozining aloqador xabarida qayd qilinishicha, mazkur dokument Trump ikkinchi navbat vazifaga o'ltirgandan buyongi Xitoyning harbiy kuchiga aloqador tunji dokument bo'lib, dokumentda Xitoy armiyasining 2027 yildan burun Tayvanga qarshi urush qo'zg'ash va g'alaba qilish iqtidori hozirlashga qarab ketayotganligi, Xitoy armiyasidagi chiriklikning harbiy kuchiga ta'sir ko'rsatadigan ko'rsatmaydiganligi, Xitoyning Rossiya, Iron va Shimoliy Koreya bilan bo'lgan munosabati qatorliq ko'plagan nuqtalar baholangan. Dokumentda Xitoyning uzluksiz zo'rayotgan yadro quroli, dengizdagi kuchi, yiroq masofalik hujum iqtidori, tor bo'shligi kuchi va olam bo'shligi kuchining Amerikaning davlat bexatarligiga bevosita tahdid sola oladiganligi ta'kidlangan va buningga Xitoy tor hujumlarining Amerikaning muhim ul aslahalariga so'qinib kirganligi misol qilib ko'rsatilgan. Dokumentda Xitoyning 2024-yili har qaysi sohalardagi qurollarni keng ko'lamli ishlatib, Tayvanga har taraflama besim ko'rsatganligi, tahdid selish, qaymoqtirish qatorliq vositalar orqali Tayvanni qo'shib olishga urinayotganligi bildirilgan. Dokument yana Xitoyning yadro quroliga aloqador mazmunlarga o'rin olib, 2024-yildagi yadro o'q bashi zapasining 600 ga yaqin ekanligi, navbatda Xitoyning yadro qurollarini kengaytirishni davomlashtirayotganligi, 2030-yilga borganda Xitoyning yadro o'q bashining 1000 dan eshib ketishi mo'ljallanganligi qayd qilingan. Dokumentda Xitoy bilan Rossiyaning Amerikaga o'rtaq taqobil turish maqsadida strategik hamkorlikni cho'nqurlashtirayotganligi, ammo ikki tarafning bir-biriga ishonmasligining hamkorlik darajasini cheklaydiganligi ko'rsatilgan. Shundaqdimi dokumentning muqaddimasida Amerika Xitoy munosabatining nurg'un yillar mobaynidagi har qanday vaqtdagi mustahkam ekanligi, Amerikaning Xitoyni cheklash, hukmronlik qilish yoki haqorat qilish niyati yo'q ekanligi, faqat Hind Tinch okeanidagi har qanday bir davlatning Amerikaga yoki Amerikaning ittifoqdoshlariga hukmronlik qilish iqtidorini cheklashni maqsad qiladiganligi ta'kidlangan. Xitoyning planliq tug'ut siyosatini tuzguchi amaldorning o'lishi noroziliklarni oshkorladi. Xitoyning vahshiyona jinoyatlaridan biri bo'lgan bir farzandlik bo'lish siyosatiga mas'ul sobiq amaldor, ya'ni 1988-yildan 1998-yilgacha Xitoy planliq tug'ut komitetining raisi bo'lgan Peng Piyuan oldingi yakshanba 96 yoshida o'lgan bo'lib, Xitoy rejimi uning ayollar va bolalarga aloqador xizmatlari sababidan munavvar rahbar deb madhiyagan. Halbuki Xitoyning ijtimoiy taratqularida norozilik inkoslari ko'plab yozilgan. Ba'zi Xitoylar uning nurg'unlagan buvoqlarning o'limiga sababchi bo'lganligini, hozirgi nupus krizisining kelib chiqishiga sababchi bo'lganligini bildirishgan. Xitoy 80-yillarning 5-dan tortib 30 yil atalmish planliq tug'ut siyosatini keng ko'lamda ijro qilgan bo'lib, Sharq Turkiston xalqi nuqtaliq eng ig'ir ziyonkashlikka uchirg'uvchilar hisoblandi. Oldingi 10 yilda Xitoyda tug'ut siyosati bo'shtilayotgan bo'lsa-mu, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning bir qismi sifatida Uyg'urlarga qarata majburiy bola tushirish, majburiy tug'mas qilish qatorliq nupus kontrol qilish jinoyatlari vahshiylarcha ijro qilindi. Buning natijasida Uyg'urlarning tug'ish nisbati ba'zi davlatlarning urush mazgildagi tug'ish nisbatidan tuvan darajaga tushib qoldi. Xitoyning bu inson qalbidan chiqqan siyosati oxirida nupusning qayrishi va tug'ilish nisbatining uda tuvallashidek nupus krizisini keltirib chiqargandan keyin Xitoy oldingi yillarda tug'ut siyosatini 180 gradus o'zgartib, turli vositalar bilan ko'p farzandlik bo'lishga tashviq qilmoqda. Halbuki mazkur sobiq amaldorining o'limidan keyin Xitoyning ijtimoiy taratqularida norozilik inkoslarining ko'payishi yanada gumon qo'zg'amoqda. Kuzatuvchilar barliq yozmalar, inkoslar qattiq kontrol qilinadigan Xitoyning tor dunyosida Xitoy rejimi maqtayotgan bir amaldorga bu xil norozilik inkoslarining yezilishiga yo'l qo'yilishining normal ahvol emasligini, Xitoydagi turli siyosatlarning ma'lum amaldorlarning shaxsiy qarori bilan emas, balki Xitoy rejimining boshdan oxir planlashi, kontrolligi,
nazorati ostida ijro qilinadiganligini, Xitoy rejimining bu xil ko'ni taktika orqali fuqarolarning norozilik kayfiyatini ayrim shaxsga yo'tkashga urinayotgan bo'lishi mumkinligini bildirishmoqda. Turkiya Tashqi ishlar ministri Anqarada Hamas vakillar o'maki bilan ko'rishdi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Anqarada Hamas siyosiy byurosining a'zosi Halil Al-Haya boshchiligidagi Hamas vakillar o'maki bilan ko'rishdi. Ministerlik chorshanba kuni o'tkazilgan uchrashuvda Hakan Fidan bilan Hamas vakillar o'makining G'azzadagi eng yangi taraqqiyotlarni muzokara qilganligini, G'azza tinchlik planining ikkinchi bosqichiga aloqador fikr almashtirilganligini bildirdi. Hakan Fidan Turkiyaning Falastinliklarning huquqini har qanday munbarda eng kuchli yo'sinda davomli qo'g'daydiganligini ta'kidlab, vakillar o'makiga Turkiyaning urushda vayron qilingan G'azzada to'ralg'u ehtiyojini qamlash va insonparvarlik yordam yetkazish jihatdagi tirishchanliklari haqida uqtir berdi. Hamas vakillar o'maki bo'lsa, urush to'xtatish shartlarini o'rinlaganligini, ammo Isroiliyaning G'azzaga va xalqiga qaratilgan hujumlarini davomlashtirayotganligini, bu xil pozitsiyaning tinchlik planining ikkinchi bosqichiga o'tishga to'sqinlik qilishni maqsad qiladiganligini bildirdi. Vakillar o'maki yana G'azzaga kirishiga ruxsat qilingan yuk avtomobillarining 60%ning savdo mollarini to'shiydiganligini tilga olib, rayonga kirayotgan insonparvarlik yordam miqdorining jiddiy ehtiyojlarini qamdashdan texnicha intayin yiroq ekanligini, alohida turda asosiy ehtiyoj buyumlari, dori-darmok, panohlanish materiallari va yiqilg'u masalasidagi qisinchilik mavjud ekanligini ta'kidladi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.